Aytasiz-u do'stim, Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi. Shuning uchun ham menga shu boy mahalladan uy topib bering dedingiz-u. Bitta like bosing, atay siz uchun shunday joydan hovli topib keldim. 5 sotixdan iborat bo'lgan joyimiz 2 qavatli qilib bitkazilyapti ekan. Xonalarining soni 7 ta. Bemalol katta oilangiz bilan sig'ishib yashayverasiz. Birinchi qavatdagi hol qismidan 4 ta xonaga kirib olar ekansiz. O'ngdagi birinchisi oshxona qilib olishingiz mumkin. Qarang, kengina, ichida ovqatlanish uchun stol qo'ysa ham bo'laverar ekan. To'g'ridagi xonani oilaviy xona qilib qo'ysak bo'ladi. Yumshoq mebellarni qo'yib, televizorlarni o'rnatib, cho'tki remont qilib qo'ysangiz, voy, zo'r chiqadi-da. Ishdan keyin yordam olish kunlari to'planib, suhbatlashib o'tirishni gashti boshqacha-da. Yonidagi xonani ota-onalarimiz uchun yotoqxona qilib bersak bo'laveradi. Sanuzeli qilish uchun joy qo'yilgan. Chap qo'ldagi xona mehmonxona uchun qulay joy ekan. Kengligini qarang, bu yerni bitkizib, uy oshi qilsangiz, birinchi bo'lib kimlarni mehmonga chaqirardingiz? Bir izohga yozib keting. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda keng joy bizni kutib oladi. Yotoqxona, yonida sanuzeli bilan bolalar xonasi va yana bitta katta xona bor. Korobka holatidagi ko'rinishni didingizga moslab oxiriga yetkazib olishingiz mumkin. Gaz, svet, suv kanalizatsiyasini o'ylamaysiz. Bino xom va pishig'ichdan aralashtirib qurilgan ekan. Sanuzellari har bir qavat uchun alohidadan bo'lib jami 2 ta ekan. Narx borasida 105 mingga baholanyapti. Pulimni hammasini ishlatib qo'yamanmi deb o'ylamang. Boy mahalladan olyapsiz. Niyat qilib harakat qilsangiz, o'rnini yana to'ldirib olaverasiz-da. Ekrandagi nomerga tezda bog'laning. Ay, orqasida sharqirab oqadigan arig'i borligini aytmabmiz-ku. Suv ko'p bor joyda baraka ko'p bo'ladi. Bilasizmi siz ham shuni? Manzilni eslatib o'taman. Tiniqsoy 168. Mo'ljal Ismoiljon klinikasi orqasida. Joy ham atrofidagi odamlar ham muhim-da deb shunaqa yerdan uy qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'ying.